onajonim maktabgacha ta'lim muassasasida hamshira bo'lib ishlardilar. Men tibbiyotga bo'lgan qiziqishlarim o'sha paytlardan boshlangan. Ertalablari rang-barang stulchalarda qo'llarimizni tizzamizga qo'yib o'tirib olardik. Onajonim oppoq xalatlarda kirib bizni sog'lig'imizni, tozaligimizni tekshirishardi. Men o'sha paytlarda ich-ichimdan kuchli orzu bilan tibbiyot xodimi bo'laman deb orzu qilgan edim. Men ertalabdan ishga shoshib kelaman, chunki men o'z kasbimni sevaman. Bolajonlarga bo'lgan mehrim meni bu ishga shoshib kelishimga undaydi. Men uzoq yillar davomida onalik baxtini kutib yashaganim uchun bolalarga bo'lgan mehrim, bolalarga bo'lgan sog'inchim Farg'ona viloyat bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazining jonlantirish bo'limida hamshiralik lavozimida faoliyat olib borishimga sabab bo'ldi. Qilgan mehnatlarim sababmi yo onajonlarning qilgan duolari sababmi Allohim menga onalik baxtini nasib qildi. Bu narsa meni ishimga bo'lgan muhabbatimni yanada oshirdi. Ish faoliyatim asosan bola parvarishi bilan o'tadi. Kun bo'yi, ya'ni 12 soat davomida men bolalar bilan shug'ullanaman. Bolalarning tozaligiga rioya qilish, ularning dorilarini vaqtida berish, inyeksiyalarni qilish bu meni vazifam. Ularda yotoq yaralar bo'lib qolishini oldini olamiz, chunki uzoq yotgan bemorlarda yotoq yaralar bo'lib qolishi mumkin. Bunda yotoq yaralarni oldini olish bu hamshiraning katta roli deb o'ylayman. Men ish jarayonimda bolalarni sevib, ularga kuchli mas'uliyat bilan qarashga harakat qilaman, chunki bizga ota-onalar o'z farzandlarini ishonib topshirishgan. Bu bizi vazifamiz. Odam baxtli bo'lib ketadi-da, ular sog'ayib chiqib ketayotgandagi ko'zlaridagi quvonchni ko'rganda inson u paytdagi baxtlilikni tasavvur qilib, ularga tasvirlab berish juda qiyin. Meni doimo hayolimda o'z ustimda ishlash, shifokor bo'lish xayoli bo'lgan, lekin hamshira bo'lganimdan afsuslanmayman. Men o'z kasbimdan faxrlanaman.